Yomon botdi, og'ir botdi, yorim o'zini qilyapti. Baraka toptaydicha qoldiribdi. Chetrotadir. Sasishini. Mana qarang, chetdan qarab turibman. Bunaqa yurishingiz bo'lmaydi. Bitta ko'ylayim bor, nima yalang'ach yuraymi? Tushunmadingiz, men sizga yordam bermoqchiman. Qanaqa? Men sizga Fox spreyini beraman. Nima qilaman bu dezodorantni? Qo'y nima deyapsiz? Bu dezodorant emas, atirning ukasi bo'ladi. Tana uchun parfyum. Dubayda ishlab chiqarilgan, gazsiz. Eng zo'rini aytaymi? Shuni sepasiz-ku, bir kun sizni shuni quchoqlab oladi. Mana shundan sepay, sizga rahmim kelganini beryapman. Vau, mana bu bolani takoligini. على أخبارنا Ovqat yeyishlaringiz ham chiroyli. Albatta. Onam chiroyli tuqqan. Ali aka, siz bilan gaplashganimizga atigi bir kun bo'ldi, xuddi uzoq yildan beri gaplashadigan o'xshayman. Ali, 1 kilo tilla ber vor. Malika, ko'zingni och. Kim bilan gaplashayotganingni bilasan? Bironta bakalashga berishma uy pilotlarga. Men sen bilan gaplashdimmi, bo'lmish? Shuni sepasiz-ku, bir kun sizni shuni quchoqlab oladi. Men seni sinagandim. Ali aka, siz qanaqa bo'lsangiz, men sizni shunaqa yaxshi ko'raman. Ketdikmi? Ketdik. Ha? Dugoningizni baxtini ko'ra olmayapsizmi? Fogda mana jenskiy varianti bor, Osun degani. Shu spreylardan seping, yuzingiz ham jicha atalib qopti. 700-800 marta sepishga yetadi. Birovni baxtiga qovoq ardiga kirib kelmang. Yuring, uyimni ko'rsataman. Mana shu meni uyim. Hashamatliligini.